Oqil pakana. O'tgan zamonda 7 aka-uka yashagan ekan. Ularning biri past bo'yli ekan, lekin judayam aqlli ekan. Bir kuni akalari uni ho'kizini so'yib yeb qo'yishibdi. O'ziga hech narsa qoldirishmabdi. Menga loqal ho'kizimni terisini beringlar, sotaman, deb iltijo qilibdi u. Akalari unga terini beribdilar. U yo'lga tushibdi. Yo'lda keta turib, sichqonlar iniga duch kelibdi. Pakanavoy terini qovakka yopib olibdi-da, inidan chiqqan sichqonlarni ushlayveribdi. Kech kirishi bilan u qopi bilan daraxtga chiqib olibdi. Tez orada hajrlarga qimmatbaho mollar ortgan savdogarlar karvoni shu daraxt tagiga kelib dam olgani to'xtabdi. Qoq yarim kechaga borganda Pakanavoy ularni ustiga sichqonlarni tashlab yuboribdi. Hajrlar hurkib har tomonga qocha boshlabdi. Esi chiqib ketgan savdogarlar bo'lsa, qo'rqqanlaridan duch kelgan tomonga qarab juftayni rostlab qolibdilar. Pakanavoy daraxtdan sakrab tushibdi-da, eng qimmatbaho mollardan ko'targanicha olib uyiga qaytibdi. Yaxshiyamki, ho'kizimni so'ygan ekansizlar, debdi u akalariga. Qaranglar, terini sotib, puliga shuncha qimmatbaho mol oldim. Sizlar ham ho'kizlaringizni so'ysanglar, shuncha boylik orttirasizlar. Akalari uni gapiga ishonishibdi. Ular ham ho'kizlarini so'yib, terisini pullash uchun yo'lga tushibdilar. Kelib qolinglar, olib qolinglar, bo'lmasa armonda qolasizlar, deya ovozlari boricha baqiribdilar bozorda. Lekin odamlar ularni tovlamachi gumon qilib, terilarini sotib olishmabdi. Akalar darg'azab bo'lib uyga qaytibdilar. Pakanavoyni mazax qilganini anglab, uni uyiga o't qo'yib yubordilar. Shunda Pakanavoy yonib tushgan uyni kulini yig'ishtiribdi-da, qopga joylabdi. Ustiga bir qavat tariq solib, hajrlarga ortibdi-da, yo'lga tushibdi. U uzoq yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mol yuribdi. Nihoyat bir badavlat kishini uyiga boribdi-da, undan bir kecha tunab qolishni so'rab, hokimni unini olib ketayotganini aytibdi. Boy Pakanavoyni tunab qolishiga ruxsat beribdi. Yarim kechaga borganda Pakanavoy qoplardagi kulni yer bilan bitta qilib sochibdi-da, ovozini boricha: "Meni xonavayron qildilar! Hokimni unini o'g'irlab, o'rnimga mana bu kul bilan tariqni tashlab ketibdilar!" deb baqira boshlabdi. "Qopingni meni unim va bug'doyimdan solib to'ldirib ol, lekin hokimni oldida meni sharmanda qilma", debdi boy unga. Pakanavoy hajrlarga yukni ortibdi-da, akalarini yoniga qaytib kelibdi. "Sizlar meni uyimga o't qo'yib yubordinglar. Men kulini olib borib, o'rniga un bilan bug'doy olib keldim. Sizlar ham uyingizga o't qo'yib yuborsangiz, chakka bo'lmaydi. Kulini evaziga un bilan bug'doy olib kelasizlar", debdi. "Agarda sizlar kim bo'lasizlar deb so'rasalar, bizlar Pakanavoyni akalari bo'lamiz deb aytinglar", deb tayinlabdi.
Akalari uni gapiga ishonib, uylariga o't qo'yishib, kunini xachirlarga ortib, yo'lga tushibdilar. Ular hamma yoqni kezib, "Kul sotamiz!" deb baqiribdilar. Ularni gapiga odamlar hayron bo'lishibdi. Bular qanaqangi tentak odamlar o'zi? Bularni kuli kimga kerak? deyishibdi. Nihoyat ular ukalari tunab qolgan boyni uyiga yetib boribdilar. "Kim bo'lasizlar?" deb so'rabdi boy. "Biz Pakanavoyni akalari bo'lamiz", deb javob berishibdi ular. "Ha, hali sizlar o'sha yaramasni akalari bo'lasizlarmi? Meni oldimga kelishga qanday jur'at etdilaring?" deb baqiribdi boy va ularni tayoq bilan savalashni boshlabdi. Shundan keyin akalari Pakanavoydan qutulishga ahd qilibdilar. Ular uyga qaytishgach, Pakanavoyni ushlab, asalari mumi solib qo'yiladigan savatga tiqibdilar. Savatni ular bir jarlik yoqasiga olib boribdilar. Og'zini bog'lab, pastga tepib yuborish uchun novda keskani ketibdilar. Shu mahal o'sha yerdan xachir minib bir chol o'tib qolibdi. U savatda nima bor ekan deb engashib qaragan ekan, Pakanavoyni ko'ribdi. "Sen kimsan?" hayron bo'lib so'rabdi yo'lovchi. "Men ruhoniyman. Gunohlarimdan forig' bo'lish uchun savatda o'tiribman", javob beribdi Pakanavoy. "Men ham jon deb gunohlarimdan forig' bo'lib olardim. Kel, men ham savatga bir nafas tushib o'tiray. Sen xachirimga qarab turgin", deb yolvoribdi chol. Chol lip etib savatga tushishi bilan Pakanavoy xachirga minib urra qochibdi. Novda kesib kelgan akalari savatni bog'lab, jarlikka tepib yuboribdilar. Endi Pakanavoydan butunlay qutuldik deya xotirjam bo'lib akalari uylariga qaytishibdi. Pakanavoy esa akalarini uyda kutib olibdi. "Men shu xachirni o'sha sizlar meni tashlab yuborgan jarlikdan topib oldim. Sizlar ham o'sha yerga bir tushib chiqsalaring, yomon bo'lmasdi. Xachirlik bo'lib olardinglar", debdi Pakanavoy. Akalari bu safar ham uni gapiga laqqa uchibdilar. "Bizlarni ham o'sha jarlikka tashlab yubor", deya iltimos qilishibdi akalari. Pakanavoy xuddi shuni kutib turgan ekan. O'z aqliga o'zi tasanno o'qib, akalarini butun boyligiga ega bo'lib qolibdi. Kuchli bo'lish yaxshi, lekin dono bo'lgan undan ham yaxshi. Steel Pantera taqdim etadi. Rus tilida. Bolalar va kattalar uchun Pushkin ertaklari. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Ivan Andreyevich Krylovning mashhur va noma'lum masallari. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. O'zbek xalq ertaklari. Давным-давно жил один старик-охотник
со своей женой-старушкой. Однажды поставил старик селок и сел караулить. Смотрит, в селок попал большой аист. Ганс Христиан Андерсен. Qish ertagi. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. G'ofur G'ulom. Shum bola. Дни идут за днями. И однажды Ишан снова зовет меня в худжру. «Сын мой», — говорит он мне ласково, — «много труда ты положил на нас. Теперь знаешь все дела нашего дома. И сам видишь, сколько человек я должен содержать. Пора тебе тоже добывать деньги». O'zbek tilida. O'zbek xalq ertaklari. Bor ekanu, yo'q ekan, och ekanu, to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. O'tgan zamonda bir boy bor ekan. Uni bir eshagi va bir ho'kizi bor ekan. U odamni yeri ko'p ekan. Bu yerlarni qarol qo'shchilarga ektirib kun o'tkazar ekan. G'ofur G'ulom. Shum bola. Biz yalang oyoq, bo'z ko'ylak ishtonli kirchir bolalar to'tiga yaqinlashib, "To'ti, to'ti, to'ti, to'ti" deb qichqirar edik. Asrakal bizni quvlar edi. Qo'liga tushsak urardi. To'ti bo'lsa orqamizdan buyni" deb so'kardi. Oskar do'konlar tarmog'idan yoshingiz va didingizga mos audio mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Yangiliklardan boxabar bo'lib boring. Steel Pantera hamisha siz bilan.